Inson uchun eng yaqin do'st bu kitob. Sizga ana shunday kitoblar kerakmi? Marhamat, Shirin shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring. Bizning kutubxonamizda o'zbek adabiyotlari, jahon adabiyotlari hamda rus adabiyotlari mavjud. Marhamat, kelib mutolaa qiling. Ushbu adabiyotlarni elektron variantini o'qishni xohlaysizmi? Hamda internetdan bepul foydalanishni istaysizmi? Unda elektron zalimizga marhamat. Bolangizga bir xil ertaklashdan zerikdingizmi? Marhamat, bizda bolalar adabiyoti. Bundan tashqari bizda bir piyola choy ustida kitob o'qishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bizning manzil Shirin shahar yoshlar markazida joylashgan.